Suyakmi bu? Odam suyagimi? Esing joyidami? Odam suyagi. Bu yerda nima qiladi? Ana ko'rmayapsizmi, o'xshayapti-ku. Dadasi tezroq militsiya chaqiring. Vahima qilmasang-chi. Shoshma avval nimaligini bilaylik. Chaqiring deyapman sizga. Militsiya kelsa, yana boshimizga muammo bo'lmasin, balo bo'lmasin, xo'p. Keyin yaxshisi joyiga ko'mib qo'yaylik. Tuya ko'rdingmi yo'q? Tinchgina yashayveramiz. Nimalar deyapsiz Farhod aka? Axir bu odam suyagiga o'xshayapti-ku. Balki biror mushukmi, kuchuknikidir. Yo'q. Ko'zingizni kattaroq oching. Ey Xudoyim. Rostdan ham qo'rqib ketyapman. Ha, to'xtachi. Oxirigacha ochaylikchi. Armada zavodi M150 sifat sertifikatiga ega. Ishlar shunchaki palapartish holati emas, balki 360 va 500 donali qadoqlarda o'z egalariga yetkaziladi. Armada zavodi nafaqat O'zbekiston bo'ylab o'z mahsulotlarini yetkazib beradi, balki Markaziy Osiyo davlatlariga ham eksport mavjud. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Xotinim meni tuhmat bilan qamatib yubordi. Uy egasi o'zini nomiga o'tkazib olishni so'radi. O'ynashi bormikin degan gumonim bor. Men homiladorman. Erim bolalarni yomon ko'radi. Agar ular meni homiladorligimni bilsa, bolamni nobud qiladi degan gumonim bor. Qizimni militsiya olib ketib qolibdi. Nimaga olib ketib qolgan bilmayman. O'tmishini kavlashtirisharmikan degan gumonim bor. Qo'limizdan odam suyaklari topildi. Oxirgi paytlarda erim ichkilikka berilgandi. Men yo'g'imda biror baloni boshladimmi degan gumonim bor. Hovlimizdan chiqqan bu odam suyaklari meni boshimga balo bo'ldi. Xotinim mendan gumon qilyapti. Bu uyda bizdan oldin biror bir jinoyatchilar yashaganmi degan gumonim bor. Qachon bu odam o'zgararkin, qachon? Men ham odamlarga o'xshab, tinib, tinchib yaxshi yashirganmanmi o'zi? Jonimga tegib ketdi, har kuni ichib keladi. Ichib kelgan. Zora foyda bo'lsa. Nimalardan mang'illayapsan? Gaplarim Zora sizga ta'sir qilsa? O'rgildim. Bir marta ichib kelganimga shunchalikmi? O'tgan safar ham tug'ilgan kunim bor deb ichib kelgandingiz Farhod aka. Bu ahvolda o'rganib qolasiz. Ko'ryapman-ku odamlarni. Bu zormandani ta'sirida nimalar bo'lib ketyapti. Xuddi alkashga gapirayotgandek gapirasan, Nargiz. Bir marta ichdim. Ozgina ichdim xolos deyapman-ku. Endi boshliq qo'ymadilar. Qanday qilib qo'llarni qaytaraman? Doim bir bahona topasiz. Bilib qo'ying. Mana shu zormandaga o'rganib qolib, hayotimizni barbod qilsangiz, men siz bilan ajrashaman, ketaman. Tushundingizmi? G'irt vahimani uyasi bo'lib qolgansan, xotin. Sen xotinimi? Bitta muzdekkina suv iching, keyin uxlab olaman. 1 soatgina uxlasam bo'ladi. Charchog'im chiqadi. Charchagansiz, uxlaysiz, xo'pmi? Men odam emasman, men charchamayman. Holini ahvolini qarang. Erkak kishi qiladigan qancha ish bor hovlida. Na o'zingiz qilasiz, na usta chaqirasiz. Ha yo nima? Men ayol boshim bilan mana shu erkak kishi qiladigan ishlarni qilaymi? O'zim qilaman, Nargiz. Sen bunaqa ishlarni qilma. Faqat biroz uxlab olay, xo'p, boshim og'riyapti. Ertaga o'zim senga top-toza qilib yig'ishtirib beraman. Mana shundan suv ichib kelay. Tomog'im qaqrab ketdi. Har kuni shu ahvol. Bitta bahona topadilar. Yo charchaganman, yo ishim ko'p. Uyga odam kelsa uyaladigan ahvolda bo'lib yotibdi. Hammasini o'zim qilaman.
kishim bahona qilib yotaveradi. Mana shu hovliga daraxt ekaylik deb ko'cha topib qo'yganimizga bir hafta bo'ldi. O'zim ekaman, endi bo'lmasa qurib qoladi, uvol bo'ladi. Obbo. Tinchmas ekansan-da ya. Biroz dam olib o'zim qilaman dedim-ku shuni. Lapat kushib olganiga o'layim ekan. Ha, nima qilaysiz, qilmaganingizdan keyin o'zim qilaman-da. Ko'chat olganimizga bir hafta bo'ldi, qurib qoladi-ku. Yeb bilganingni qil. Shundoq ham bilganimni qilyapman. Nima bu? Bu yoqqa qarang, nimadir chiqdi. Ha? Nima ekan? Tezroq kelsangiz-chi? Ha. Ha? Nima boqaymi ekansan? Yetchi. Qarang, nima bu? Hozir ko'ramiz-da. Suyakmi bu? Odam suyagimi? Esing joyidami? Odam suyagi. Bu yerda nima qiladi? Ana ko'rmayapsizmi, o'xshayapti-ku. Dadasi, tezroq militsiya chaqiring. Vahima qilmasang-chi. Shoshma avval nimaligini bilaylik. Chaqiring deyapman sizga. Militsiya kelsa, yana boshimizga muammo bo'lmasin, balo bo'lmasin, xo'p. Keyin yaxshisi joyiga ko'mib qo'yaylik. Tuya ko'rdingmi yo'q? Tinchgina yashayveramiz. Nimalar deyapsiz, Farhod aka? Axir bu odam suyagiga o'xshayapti-ku. Balki biror mushukmi, kuchuknikidir. Yo'q. Ko'zingizni kattaroq oching. Ey Xudoyim. Rostdan ham qo'rqib ketyapman. Ha, to'xtachi. Oxirigacha ochaylik-chi. Ana! Odamni bosh suyagi. Tezroq militsiya chaqiring, boring. Nimaga chaqirmayapsiz? Tag'in bu sizni ishingiz emasmi? Gapiring. Voy, tavba qildim. Har nimani valdiraverma, xotin esing joyidami? Bir haftadan beri onamnikida edim. Siz bitta o'zingiz uyda edingiz. Tag'in mast holingizda bir ishkal boshlamadingizmi? Men nimalar deyapsan? Ahmoq xotin. Bir haftadan buyon onangnikida bo'lsa nima qildi? Men ichganim yo'q. Ertalab ketib, kechki uyga keldim. Kuni bo'yi ishda bo'ldim. Bo'lmasa boring, chaqiring militsiyani, nimaga turibsiz? Bo'pti. Sen hech narsaga tegma, xo'p? Men hozir. Hech narsaga tegmadinglarmi? Ha? Yo'q. Hech narsaga tegmadik. Qo'rqib ketganimizdan darrov sizlarni chaqirdik. Yaxshi. Kimnidir yo'qolgani yoki biror kor-hol bo'lgani haqida eshitmaganmidingiz? Aka, bu uyga bizni ko'chib kelganimizga hali hech qancha bo'lgani yo'q. Deyarli hech kimni tanimaymiz. Shunaqa deng. Qachondan buyon yashaysizlar bu yerda? Ha. Bu uy 3 yilcha burun arzonroqqa chiqib qolgandi. Sotib olgandim. Shu bilan shahardagi ishlarimizni tinchitib, mana ko'chamiz deganimizcha vaqt o'tib ketdi. Aniqroq ayta olasizmi? Bu uyda yashayotganingizga qancha bo'ldi? Ha. Menimcha 1 yildan oshdi shekil.
Demak, shu vaqt mobaynida hech narsadan gumon qilmagansiz va hech narsa sezmagansiz, shundaymi? Ha, shunday. Ko'ryapsiz, hovli o'zi chiroyli, lekin biroz tartibsiz. Ham hovlida birorta daraxt yo'q. Shunga daraxt ekamiz degandek bu ahvol bo'ldi. Ha, tushunarli. Uyni kimdan sotib olgansiz? Hujjatlari bormi? Albatta bor. Sevara degan bir yolg'iz ayoldan sotib olgandik. Sevara deng. Yolg'iz ayol deganda nimani nazarda tutasiz? Yoki u bilan tanishligingiz bo'lganmi? O'sha ayolni yaqindan tanirmidingiz? Ishonchli odamdan olganmisiz bu hovlini? O'zi hech qanaqa tanish bilishlik joyim bo'lmagan. Shunchaki boshida eri yo'q, beva ayol edi. O'sha ayolni, ya'ni sobiq uy egasini qanday topish mumkinligini bilasizmi? U bilan xabarlashib turasizmi? Yo'q. Umuman xabarlashmayman. Faqat shu boshida uy masalasi bo'yicha gaplashib turganmiz. Aytgancha menda telefon raqami bor edi. Unday bo'lsa yaxshi. Menga uyni hujjatlarini olib bering. Xo'p. Barakalla, o'zim aqlli o'g'lim. Yozishni o'rganyapsanmi? Ha, o'rganyapman. Siz ko'rsatganni yozyapman. Judayam zehning balandi. Meni o'g'limsan-da. Bunaqada maktabga chiqquningcha hamma yozuvlarni o'rganib olasan-ku. Ha, o'rganib olaman. Meni o'qishga ham o'rgatasizmi? Ha, o'rgataman. O'zimni o'g'lim, o'zimni erkatoyim. Oyi, bitta narsa so'rasam bo'ladimi? Nima ekan? So'ra. Nega meni dadam yo'q? Hamma o'rtoqlarimni dadasi bor. Bitta meni dadam yo'q. Seni dadangmi? Seni dadang uzoqqa ishlagani ketgan. Ular keladilarmi? Kimdir keldi, menimchalik. Sen yozaver, xo'p? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, tinchlikmi? Men jinoyat qidiruv bo'limidan. Siz Mansur va Sevaramisiz? Ha, menman, tinchlikmi? Mana bu uyni siz sotganmisiz? Jo'ray Farhodning oilasiga. Ha, bu menning avvalgi uyim edi. U uy menga kerak bo'lmaganligi uchun sotib ota hovlimga kelgandim. O'sha uyni hovlisidan odam suyaklari chiqqanidan xabaringiz bormi? Nima? Odam suyaklari bo'lishi mumkin emas. Ha, aynan shunday. O'sha hovlidan odam suyaklari topilgan. Axir u uy juda ham tinch, fayzli uy edi. Pul zarur bo'lmaganida umuman sotmasdim. Afsus, pul kerak edi, sotib yubordim. Yoki yangi ko'chib kelganlar bir oy chiqibdimi? Buni hozircha bilmaymiz. Bu jinoyatni kim qachon qilganini aniqlashimiz kerak. Shu ish bo'yicha surishtiruv olib boryapmiz. Meni sizga ba'zi bir savollarim bor. Shuning uchun men bilan birga borishingizga to'g'ri keladi. Voy, nimaga endi? Meni boshqalarning ishi uchun so'roq qilasiz. Buning ustiga uyda yosh bolam bor. Farzandingizni biron bir ishonchli odamga tashlab, men bilan borishingizga to'g'ri keladi. Xavotir olmang. Shunchaki savollarim bor. Keyin ketaverasiz. Savollaringizni o'sha uyda yashayotgan odamlarga bering. Tavba qildim. Oradan shuncha yil o'tib, kelib meni tinchimni buzyapsizmi? Meni bunaqa ishlarga umuman aloqam ham yo'q, vaqtim ham yo'q. Iltimos, hurmatli fuqaro, qarshilik qilmasdan men bilan yuring. Savollarimga javob berib bo'lgach, uyga qaytib kelaverasiz. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Asabiylashmang. Men hech ham asabiylashmayapman. Qanaqa kunlarga qoldik-a? Birovlarning ishi uchun boshqa odamni bezovta qilishsa-ya. Hozir uyga kirib chiqing. Bo'la qoling. Oyi, Bolam, sizga nima bo'ldi? Majlis bo'lmayaptim. yaxshiman. Xavotir olma. Uyga kim ketdi?
Kim deysanmi? Melisa kelibdi. Melisa ketdimi? Nega ketdi Melisa? Men Melisa bilan bitta joyga boraman, kelaman, xo'p? Men bir o'zim o'tiramanmi? Men buvangga qo'ng'iroq qilib qo'yaman, xo'p? Buvang kelguncha aqlli bola bo'lib o'tiring, xo'p? Bo'ldingizmi? Ha, bo'ldi. Bering. Borsak boraveramiz. Buvajon! Mustafa, bolam, qanaqasan? Yaxshimisan? Qani kel. Yaxshimisan? Nima? Bir o'zing o'tiribsanmi? Ha, buvajon, bir o'zim o'tiribman. Rosa qo'rqib ketdim. Oying menga tezroq uyga qayting, Mustafoga qarab o'tiring degan edi. Men qo'ng'iroq qilgan zahoti shoshib uyga yetib keldim. Ha, men kelishimni ham kutmasdan ketib qopti-da oying. Ha, oyim ketib qoldilar. O'zi qayoqqa ketdi oying? Oyimni Melisa olib ketdi. Nima? Militsiya olib ketdi? Bu yoq qiziq bo'ldi-yu. Ha, buvajon, Melisa olib ketdi. Oyim yomon odammi? Oyimni qamab qo'ysaymi? Yo'q, nega oyingni qamab qo'yishar ekan? Menimcha bu yerda biron bir anglashilmovchilik bo'lgan bo'lsa kerak. Mayli. Biroz kutaylikchi. Juda bo'lmasa o'zim borib tagiga yetib kelaman. Oyim uyga keladilar. Ha, albatta qo'yib yuborishadi. Nima? Seni oying jinoyatchimidiki, uni ushlab o'tirishadi. Qani, yur bo'lmasam, qorning ham ochib ketgandir-a? Men senga ovqat tayyorlab beraman. Qani, yur bolam. Kel. Ha, salam, yur. Kel. Keldingizmi dadasi? Ha, keldim. Namuncha kech qolib ketdingiz? Tinchlikmi o'zi? O'zi ham ming marta telefon qilding. Ha, ishdaydim. Dadasi, bu uy sotaylik. Ketaylik, men juda ham qo'rqib ketyapman. Nimaga qo'rqasan? Ha, binoydek yashab yuribmiz-ku. Bo'lgan ishni o'zingiz ko'rdingiz-ku. Bu uyda balki arvohlar, jinlar ham bordir. Nimaga o'zi shu uyni sotib oldingiz? Olishdan oldin surishtirmadingizmi? Qaramadingizmi? Ha, tekshirib olganman, xotin. Ha, hovlini har bir qarich yerini kovlab chiqmayman-ku. Ha, meni tushimga kiribdimi? Bu uydan odamni jasadi suyagi chiqishi. Bu gapni gapirib eslatavermang. O'zi shundoq ham qo'rqib ketyapman. Keling, yaxshisi bu yerdan ketaylik. Aniq jinoyat bo'lgan bu yerda. Ishqilib, biror ishga aralashib qolmaymizmi? Yoki bu ish bizning bo'ynimizga qolib ketmasmikan? Yo'q, ha, qonun bor-ku. Ha, biz bu odamni bilmasak, ko'rmagan bo'lsak, hammasini Melisadagilar aniqlashyapti. Ko'rding-ku, ish ochishdi. Lekin juda ham qo'rqib ketyapman. Bu uyda yashashga qo'rqyapman, tushunyapsizmi? Lekin jinoyat bo'lgani aniq. Ko'nglim sezib turibdi. Hali isqvorman degan. Bu xotinlar hamma narsani biladi. Bekor oldik-da o'zi shu hovlini. Bundan ko'ra o'zimizni o'sha kvartiramiz yaxshi edi. Kichkinagina bo'lsa ham tinch, xotirjam edim. Endi bo'lsa, Ha, o'zing-ku hovli olaylik deb janjal qilgan. Siqilib ketyapman, bu torgina kvartirada deganding. Sizga gap bo'lsa bo'ldi. Men ham qayoqdan bilaman. Arzonligiga uchib sotib olaman. Ishqilib tinchlik bo'lsin-da. Emas, meni ishxonamga Melisa kelibdi. Ishxonamdagilar ham hayron. Tinchlikmi deb. Meni yana nimaga chaqirdingiz? Tinchlik bormi dastinglardan? Meni bu ishga nima aloqam bor? Aybim o'sha odamlarga uyimni sotganimmi? Nega yana meni bezovta qilyapsiz? O'tgan safar hamma savollaringizga javob berdim. Nega yana chaqirdingiz? Asabiylashmang. Oldin siz meni savollarimga javob bering. Eringiz qayerda? Men qayerdan bilay?
ishlayman deb chet elga ketgandi. Shu bilan dom daragi yo'q. Bu savolni o'tgan safar ham bergandingiz. O'shanda hamma savollaringizga javob bergandim. Eringiz shuncha yildan beri yo'q bo'lsa-yu, qiziqmadingizmi? Katta odam o'z-o'zidan yo'qolib qolmaydi-yu. Surishtirdim, izladim. Topolmadim. Nima qilay ayol boshim bilan? O'zi mas'uliyatsiz odam edi. Menimchalik o'sha yerlarda uylanib ketgan bo'lsa kerak. Menga u odamni umuman qiziq yo'q. Menga ko'p zulm qilgan. Meni o'g'lim bor. Menga shuni o'zi yetadi. Ammo hovlidan topilgan jasad eringiz Mansurov Rustamga tegishli desam, nima deysiz? Nima? Meni erimganmi? Ha, ekspertiza xulosasi shuni ko'rsatyapti. Bo'lishi mumkin emas. Axir menga ishlayman deb chiqib ketgan-ku. Bu haqda hamma biladi. Qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar. Qanaqasiga jasad hovlidan chiqishi mumkin? Biz uchun ham bu juda ham qiziq va jumboqli. Bir oydan oshdi. Shu ish bo'yicha surishtiruv olib boryapmiz. Endi keling, jiddiy gaplashamiz. Balki tergovni chalg'itishni bas qilarsiz. Tushunmadim, nimalar deyapsiz? Meni bu ishlarga umuman aloqam yo'q. Iltimos, o'zingizni bosing. Biz ham ish doirasida o'rganyapmiz. Ammo barcha dalillar siz tomon ketadi. Hatto eringizni oxirgi marta ko'rgan inson ham sizsiz. Bu shubhali emasmi? Menga tuhmat qilmang. Men jinoyatchi emasman. Unda nega eringizni vafotidan oldin hovlini nomingizga o'tkazib oldingiz? Sababi bormi? Men bolam bilan ko'chada qolmasligi uchun qildim. U yaramas odam edi. Uyni sotaman, puliga ichaman degandi. Shundan keyin nima qilishim kerak edi, ayting? Siz uni oldindan o'ldirishni reja qilgansiz. Shuning uchun uyni nomingizga o'tkazib, uni gumdon qilgansiz. Shundaymi? Yo'q, men bunday qilmaganman. Men buqilib ketyapman. Iltimos, ketishimga ruxsat bering. Men ketishim kerak. Ketishga shoshiling. Nahotki shuncha yil o'tib, hammasi oshkor bo'lsa, endi nima bo'ladi? Hey. Ne hamyonu? Çangi spirosi. He? Assalomu alaykum. Salom menga san. Sanimda erkagimda chiroyli kutolchi qachon borgansan? He? Shunaqa befarosat. Men yashashlar menga xotinga ham uylanamanmi? Meni haqorat qilishdan oldin o'zingizga qarang. Har kuni ichib kelasiz. Nima? Hali sendan ruxsat so'raymi ichish uchun? Erkak kishi bo'lgandan keyin xohlasam ichaman, xohlasam yuraveraman. Tushundingmi? Iltimos, kirib damingizni oling. Maxsus, keyin gaplashamiz. Nima? Mani alkashtirmoqchimisan? Ha? Hali meni mensimay qoldingmi? Men seni eriyman, tushundingmi? Men gapirganimda yerga qaragin. Yo nima? Kaltaging kelib qoldimi? Voy, Ha? qo'yib yuboring. Dadasi, iltimos qo'yib yuboring, qo'lim og'riyapti. Iltimos qilaman dadasi, iltimos qo'lim.